Bugun men eng qo'rqinchli 3 ta saytga kirib ko'raman. Qani ketdik. Internetda shunaqa saytlar borki, odamlar ularga kirishni maslahat bermaydi. Men bugun 3 tasini sinab ko'raman va qaysi biri eng qo'rqinchli ekanini aniqlayman. Siz ungacha like bosing va obuna bo'ling. Menda birinchi sayt. Men bunga kirishga juda qo'rqmoqdaman, lekin men sizlar uchun kiraman. U sayt qo'rqinchli, lekin video hikoyalar emas. Jumboq odamni psixologiyasiga ta'sir qilib, jinni qilib qo'yadi. Mana men birinchi saytga ham kirib oldim. Bunda mana shunday horror rasmlar, qo'rqinchli jumboq, qanaqadir kodlar. Bunda o'zi shunday jumboq bo'lish kerak edi. Bunda yozuvlar, men bu yozuvlarni tarjima qilib ko'raman, lekin tarjimasini Telegram kanalimdan yoki video tavsifidan topasiz. Endi buni saytiga kirib ko'raman. Juda qo'rqinchli deb o'ylayman. Sayti qanaqa ekan endi? Bilib ko'raychi, juda qo'rqinchli bo'lib yeb qo'yarmidi meni? Menimcha bu saytida hech narsa yo'q. Chunki mana bunday narsalar chiqib qolyapti. Mana men sizlar uchun mana shunday jumboqli ikkinchi saytga ham kirib ko'ramiz. Nima? Bil ol. Bilmasdan video olaverganman, lekin tepamda arri va arri uya bo'lgan ekan. U yerda juda ham arrilar ko'payib ketdi. Shuning uchun men mana shu yerdan pastga chiqib oldim. Bizda endi ikkinchi sayt esa juda qo'rqinchli. Qani olg'a. Bizda yana horror rasmlar va qanaqadir matnlar. Men yana buni yoki Telegram kanalga yoki video tavsifga tarjima qilib qo'yib qo'yaman yoki kommentlarni topib olasiz. Bu endi mana nimalar bo'lar ekan bunda hozir? Saytga kirdik, Notepron sayti. Bu 2024-yilda nemis o'yin ishlab chiquvchisi Myunxenmi shunday odam ekan. Bu horror emas, aksincha o'yin ekan. Sizlar bilan mana ikkinchi saytdan ham chiqib oldik. Bu ikkinchi sayt juda ham qo'rqinchli emas, balki yaxshi bo'ldi. Uchinchi saytga ham kirib ko'ramiz. Uchinchi sayt eng qo'rqinchlisi. Olg'a uchinchi sayt. Endi mana eng qo'rqinchli uchinchi sayt. Mana horror rasmlar. Rasmlarda qaraylar, voy bala, juda ham qo'rqinchli emas, lekin qo'rqinchli. Sayt nomi Creepastami shunaqa. Voy bala rasmlarni mana shu odamlar yo'llaringda bo'lsa, nima qilgan bo'lardilaring? Kommentga yozib ketinglar mana. Shunday rasmlar, voy bala, buni maxluqni qaranglar, voy bala. Juda ham g'alati, lekin qo'rqinchli emas. Endi saytga kiramiz. Saytida nima bor ekan? Bu sayt oddiy sayt, menimcha rasmlar hech narsa yo'q. Mayli, bu saytdan ham chiqib ketamiz. Mana men 3-saytdan ham chiqib oldim. 3-sayt qo'rqinchli bo'lmadi, lekin yaxshi, videomiz qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun like bosing va kanalga obuna bo'ling. Menga bu motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolargacha xayr.